Tak, nima signalizatsiya ovozimi? Hey, egasi chiqib qoldi. Shoshma, qayoqqa ketyapsan? Meni mashinamga tegdimi? Tushunursan, to'xta. Shular bo'lsa. Hey, nimaga otding uni? Janob detektiv sizmisiz? Bo'ldi, savollar yo'q. Yaxshi, unda uyingga bor. Mashinamni o'g'irlab ketmoqchi bo'ldimi? Jin ursa mashinani tunda ham qoldirib bo'lmaydi-ya. Bu qishloqqa nima bo'lgan? Nima uchun bu yerda buncha ko'p jinoyatchilar va yomon ishlarni qilishni istaydiganlar? Yaxshiyamki men borman va bu qishloqni jinoyatchilardan qutqaraman. Hammaga salom do'stlar. Men ismim Jenisbek va ko'rib turganingizdek meni mashinamni o'g'irlamoqchi bo'lishdi. Yomon. Aytishingiz mumkin, qayerdan bilding deb. Axir u egasi chiqdi deb qochib ketdi-ku. Shundan bilsa bo'ladiki, yoki g'ildiraklarni yechib ketmoqchi bo'lgan, yoki farlarni, yoki mashinani o'zini. Mayli, hozir boramizda bir ikkita narsalar sotib olamiz. Tak, bu yerda shu yerda emasmidi? Tushunursin. Yo'q, shu yerda bo'lish kerak edi. Yoki bunisimidi? Qayerda sotardi o'zi qurilish mollarini? Shu tarafda bo'lishi kerak yoki tak, bu yerda mebel va mana. Salom janob jitel, salom. Menga doska bersangiz. Doska? Doska bering. Mana oling bir stakan. Endi esa g'isht va albatta andezit silliqlangandi. Mana oling. Hamda garaj eshigini. Garaj eshigi mana. Yaxshi. Menda necha pul bo'ladi? Sizdan $300 bo'ladi. $300. Oling. Faqat sizga ortiqchasi bilan beraman, ammo hech kim bilmasin bu yerga kelganimni. Bo'ldi, tushundim. Hech kim bilmaydi. Mayli. Yaxshi. Hozir boramizda nihoyat mana shu mashinamni atrofida garaj qurishim mumkin bo'ladi, chunki bu qishloqda kun qolmadi. Faqat jinoyatchilar chiqib kelaveradi. Bir mashinani o'g'irlamoqchi bo'lishadi, bir o'g'irlikka uyga tushishadi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Garajni qaysi tarafdan qursam ekan? Bu yerda joy yo'q. Qo'shnini uyini yopib qo'yaman. Shuning uchun ham mana bu yerdan qurishni boshlasam bo'ladi. Birinchi yerni kavlash kerak. Menga umuman olganda juda ko'p instrumentlar kerak bo'ladi. Tak, yaxshiyamki menda hammasi bor. Buni olamiz, bunisini olamiz va albatta mana bunisini ham. Yaxshi, endi esa ketdik, qurishni boshlaymiz. Xo'sh. Mana shu agrodga yaqin joyda qilaveraman va yerni kovlaymiz. Salgina uzunroq qilish kerak va yamma uchun ham chuqur qolsin. Chunki men bu qishloqda uzoq muddatga qolishga qaror qildim. Shuning uchun ham mashinam buzilib qolsa, bu ahmoqona yo'llarda o'zim tuzatishimga to'g'ri keladi. Bu yerda yaxshi mashina ustalari yo'q, lekin men o'zim qo'li gul usta bo'lganim uchun bemalol tuzatishim mumkin bo'ladi. Shunga yama kerak menga. Yamani ham qurib olamiz. Mana buni olib tashlaymiz va bo'ldi, davom ettiramiz sekin astalik bilan. Mana bu boshqa gap. Buni qaranglar qanday yaxshi chiqdi. Endi esa atrofida devor qurishimiz kerak. Shundagina bu yerda hammasi yaxshi chiqadi yoki qurmasammikan. Tak, mayli. Mana bularni hammasini qo'yib chiqamiz. Bu yerda bizda albatta g'ishtli bo'ladi garaj. Axir g'ishtsiz garaj bo'lsa, uni buzib kirish oson bo'ladi. Shunga garaj qo'yish shart. Ish qilib endi garajlar yetsa bo'lgani do'stlar, yetmay qolsa yana bilmadim, borishimga to'g'ri keladimi? O'sha soat ham ancha-muncha kech bo'lib qoldi. 9 dan o'tgandir. Do'konlar 22:00 da yopiladi. Shuning uchun ham oxirida ulgurdim desam bo'ladi. Agarda hozir borsam baribir ham yopiq bo'lsa kerak. Shunga umid qilamanki hammasi yetib qoladi menga. Mana shu garajni qurib tugatishim uchun. Mana bu yerlarni ham ochamiz endi esa. Bu yerlarni yaxshi. Hammasi zo'r ketyapti. Ajoyib. Davay, endi esa bu yerlarni ham Xo'sh. Bu tarafga ham kovlashni boshlaymiz. Endi esa devorlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Shunda yer asosi chiqib yotmaydi. Tushib chiqqanda ham qulay bo'ladi. Endi menga bu yerdan yana ozgina joy ochish kerak. Mana buni sindirib tashlaymiz-da. Endi tepaga chiqsak bo'ladi do'stlar. Meni uyimda verstak bor. Buni hamma ko'rgan. Nima bug'doyim buzilib ketibdimi? Buni otib yuboramiz. Bizga kerak emas, chunki hozir kiramizda uydan olib chiqamiz. Bu yerda bor edi. Tak. Mana ortiqcha doskalar bor. Mana shundan bemalol yasab olishimiz mumkin. Mana zo'r bo'ldi. Endi boramizda mana shularni qo'yib ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tak, davaqani kelinglarchi, hozir qo'yamiz. Bittasini bu yoqqa qo'yamiz, ikkinchisini esa past tarafdan qo'ysak, mana bunday bemalol chiqishimiz mumkin bo'ladi, belimizni og'ritmasdan. Endi esa bu yerda devorlarni ko'tarishni boshlaymiz. Devorlar kamchilik bo'lmasdan qurilishi kerak. Men sizlarga aytsam, bu juda ham muhim, chunki masalan, devorlarni baland qurmasak yoki juda ham tor qilib qo'ysak, mashina qo'yishga qiynalamiz. Mashinadan chiqqanimizda devorning ichiga tiqilib qolishimiz mumkin. Blok yetmay qoldi-yu, hozir borsam
Ochiq bo'larmikin? Umid qilamanki ochiq bo'ladi. Ha, mayli, qani ko'raylikchi. O'zi, 22 dan o'tibdi-yu. Chinursin 22:05 bo'libdi. Ketmagan bo'lsin-da, ketmagan bo'lsin. Chinursin. Yo'q, ketibdi. Mayli, endi ertaga olaman shekillida qolganini yoki tepadan chiqsammikan? Hatcha, yo'q, u yerda bor yo'g'i framelarda turibdi, ya'ni ramkani ichiga qo'yib qo'ygan g'ishtlarni olsam ham bir donagina chiqadi. Menga esa ko'proq kerak. Nima qilsamikin? Balki qishloqni aylanib ko'raman. Bu yerda g'ishtli qurilgan narsalar bo'lsa, o'sha yerdan olishim mumkin bo'ladi. Menga farqi yo'q, shunchaki o'g'irlab ketaman-da, ertalab bo'lganda qaytarib qo'yaman. Xo'sh, bu yerda bormikin? Tak, Chinursin nimaga ko'rinmayapti? Do'stlar, kimdir menga yordam bersin. Nima uchun bu yerda g'isht yo'q? Mana men hozir g'isht bilan uyimni qurmoqchi bo'lsam, qanday qilaman? Chinursin, yo'q, umuman bo'lmayapti. Mayli, tak, hozir mana buni qo'yamiz. Okey. Va mana bu yerga o'rnatishimiz kerak. Mana bunday qo'yamiz. Tak, hozir esa tepadan qo'yishga harakat qilaman, lekin bilmadim o'xsharmikin, yo'qmi? Mana bu. Va mana bo'ldi, qo'yildi. Endi esa o'tgan tarafdagi burchaklarni ham qo'yib chiqsam, ancha-muncha ortib qoladi g'isht. Shular bilan o'ylaymanki yopsam bo'ladi, lekin tomni yopishga yetarmikin blok? Do'stlar, mana bu katta savol. Xo'sh, umid qilamanki yetadi. Yetmay qolsa bilmadim, tepasi ochiq turaveradi. Hech kim ko'rmasa ham baribir ham g'alati bo'ladi. Tepadan yomg'ir yog'ib qolsa-chi, mashinaning ustiga tushib yotadimi? Rasvo suv. Hatcha yo'q, rasvo tushmasa kerak yomg'irdan, lekin baribir ham chang, aralash hamma narsa. Men bunday bo'lishini xohlamayman. Uyni ichi ham suvga to'lib qolsa xunuk ish bo'ladi. Shunga kelinglar, hammasini yetgancha yopishga harakat qilamiz. Yetmay qolsa ertaga olaman va xo'sh, yetarmikin? Yo'q, yetmadi. Albatta do'stlar, qanaqasiga yetishi mumkin? Axir men eng omadli Minecraftchi bo'lsam, albatta yetmaydi-da. Tak, bularni endi yopib chiqamiz. Bo'ldi, garaj tayyor. Endi knopkalarni qo'ysam bo'lgan. Yaxshiyamki, garaj eshigi faqatgina egasi, ya'ni qo'ygan odamni bosganda ochiladi. Shuning uchun ham qulf o'rnatish shart emas. Bu serverning o'zidagi shunaqangi maxsus skript qilingan. Shunga rahmat adminga. Endi esa kelinglar, biz shunchaki mashinani u yerga olib borib qo'yamiz. Tak, qani ketdik do'stlar. Normalniy sig'armikin? O'ylashimcha sig'ishi kerak. Faqatgina agrod ustidan o'tamiz va davay, qani. Yomon emas. Kiramiz yana ozgina va yo'q, qiyshiqni qo'yilib qoldi. Davay, ozgina oldinroqqa yuramiz. Endi esa orqaga faqatgina mashinani tumshug'ini ham orqasini ham to'g'irlab kirishimiz kerak. Mana bunday kirsak, o'ylashimcha bo'lib qolsa kerak yoki bo'lmasmikin? Tak, davay. Yaxshi kirdim, bo'ldi. Ajoyib. Endi esa tushib olamiz. Do'stlar, buni qaranglar, mashina qanday chiroyli bo'ldi. Buni oltin faralariga bir e'tibor beringlar. Endi bu yerni yopsak bo'ladi. Yaxshi. Endi esa bemalol uyga kirib dam olishim mumkin. Mashinamni birov o'g'irlab ketadimi deb qo'rqmasdan. Ajoyib, bularni tashlab qo'yamiz va mana bularni ham yaxshi. Nihoyat dam olishim mumkin. Detektiv, nima? Hozir chiqyapman. Janob mer, salom, assalomu alaykum. Nima qildingiz kecha? Nima qildim? Men bu yoqqa yuring, ko'rsataman. Chinursin, bilib qoldimmi o'ldirganimni odamni? Nima? Buni aytyapsizmi? Ha-da, men mashinam uchun garaj qurgandim. Siznikimi bu? Ha, men birovga qurib berdingiz debman. Yo'q, o'zim mashinam uchun garaj qurdim-da. Bo'ldi, tushunarli. Kimdir o'g'irlamoqchi bo'ldi kecha. O'g'rini tutdingizmi? Shunaqa desam ham bo'ladi. Bo'pti, yaxshi, men ketdim unda. Aha, davay. Yaxshiyamki o'ldirganimni bilmay qoldi. Okey, hozir boramizda. Chinursin, agarda mer bilib qoladigan bo'lsa, mer juda ham o'zini yaxshi tutar ekan. Men o'ylagandek, nima desam ekan, poraxo'r, yomon mer emas ekan. Bu degani esa, u meni agarda yomon ishlarimni bilib qolsa, aniq meni qishloqdan haydab yoki politsiya chaqirib ham yuboradi. Shunga ehtiyot bo'lishim kerak va umuman u bilmasligi kerak qilayotgan ishlarimni. Kartoshkalar tushmadi bu yoqqa. Bo'ldi, bularni hammasini hozir ekamanda. Segingina qochib ketaman. Bo'ldi, bu yoqqa yaxshi va mana hammasini ekdim. Qo'yil do'stlar, buni qaranglar, qanday zo'r bo'ldi. Tak, hozir kelamizda. Janob mer, ha, mana men kartoshkalarni terdim. Endi oyligimni bersangiz yaxshi bo'ladi. Oylikmi ishla? Rahmat, men ketdim. Bo'ldi do'stlar, mana endi oyligimiz bor, borib sotib olishimiz mumkin qurilish materiallarini. Xo'sh. O'zi Jisel keldimikin? Tak, salom Jisel. Salom. Menga yana ozgina narsalar kerak. Oling.
Qayerdan bilding nima kerakligini? Qancha bo'ladi? 10 ta. 10 ta. Shunchaki siz olganlar yetmasligi aniq edi. Ha, qoyil ishni ustasi ekansan. Ha, bo'pti, ketdik do'stlar. Qani boramizda hozir hammasini qurib tashlaymiz oxirgacha. Zo'r, lekin jisl birdaniga topdi nima kerakligini menga. Xo'sh, qani kelinglar endi bularni qo'yib chiqamiz. Yo'q, shoshmanglar, menga yer kerak bo'ladi tepaga ko'tarilishga va balki yana qandaydir instrumentlar. Xo'sh, buni olamiz va albatta buni ajoyib endi borishimiz mumkin. Yaxshi. Tepaga qo'ysammikin yoki ichkaridan qo'ysammikin? Hatto mana bu yerlarni ham ochishimiz kerak, chunki hamma tarafdan chiroyli mana bunaqangi ustunlar chiqishi uchun shunday qilib qo'yib chiqarimiz ma'qul bo'ldi. Bu taraf qo'yildi, xuddi ana tarafdagi chiroyli bo'ldi. Endi esa ikkinchi tarafiga ham qo'yamiz mana bularni va davay bularni olib tashlaymiz va qo'yishni boshlaymiz. Buni qaranglar qanday zo'r bo'ldi. Qo'yil, juda ham chiroyli garaj. Qani endi ochaylikchi. Ha, mashinam o'z joyida turibdi. Tepani yopib qo'yishimiz mumkin. Endi garajim ana shu yerda turadi va mashinamni himoya qiladi ahmoqona o'g'rilardan. Keyingi videolarda ko'rishguncha